bitiruvchilar, hech qachon unutmang, kelajakda sizni yanada ulkan va mas'uliyatli marralar kutmoqda. Oldingizga aniq maqsad qo'yib, bor kuch-g'ayratingiz, bilim va salohiyatingiz bilan harakat qilsangiz, ko'zlagan cho'qqillarga, natijalarga, marralarga albatta erishasiz. Barchangizga ishda va o'qishda, shaxsiy hayotda katta yutuq va omadlar tilaymiz. Doimo sog' salomat bo'ling. Fursatdan foydalanib mana shunday sizlarga ta'lim bergan ustozlarga ham biz boshimizni egib minnatdorchilik bildiramiz. Sizlar ham doimo sog' bo'linglar. Intilib, izlanib yashashdan aslo to'xtamang. 20 ta davlatdan, 150 jamoadan, 1500 ishtirokchidan yana bitta narsa aytmoqchiman. U davlatlarning ko'pchiligida ingliz tili xuddi bizning ona tilimizda o'rgatiladi. Mana shunday katta olimpiadada mana bizning jamoamiz faxrli 2-o'rinni 20 ta davlat ichidan egallab kelgan. Bu ham albatta mana shunday yangi O'zbekistonda muhtaram prezidentimiz yoshlarimizga, maktab o'quvchilariga qaratayotgan e'tiborlarni yaqqol natijasi samarasi. Yoshlikda olingan har bir bilim toshga qo'yilgan naqshdek bu odamni doimo eslab qoladi va hayotda juda kerak bo'ladi. Shuning uchun hozir yoshlik davrida albatta shu bilim olish, ilm olish, xorijiy tillarni o'rganish va vatanimizga munosib farzand bo'lish bu yoshlik davrida shakllanadi. Shuning uchun yoshlikni behudaga o'tkazmasdan doimo o'qib, o'zingiz ustida ishlab, mukammal bilimga ega bo'lib, mana shu maktabni oltin, kumush medallariga tugatsangizda bu albatta ota-onalarimiz uchun ham, bizlar uchun ham, butun xalqimiz uchun ham juda katta mukofot.